Kun juda ham issiq. 1-iyun 2026-yil. Assalomu alaykum bizni kuzatib boruvchilar. Ishlaka blog biznesiga qiziqqanlar, aka-ukalar. Ishlaka blogni 0 dan 100 gacha ko'rsatib boramiz. Uyalchang akam. Endi bitta bilmaganlarimizni o'rganamiz. Maslahat berasizlar. Qani biz Xudo xolasa boshladik. O'zi bizda niyat bor edi shunaqa. Ishlaka blogni qilamiz degan. Shu yillar, shu kunlarga to'g'ri kelibdi. Xudo xolasa yomon emas. Hozircha natijalar yaxshi. Endi ish bor joyda kamchilik bo'ladi. Shundan bizni kuzatib boringlar. 0 dan 100 gacha yetkazib boramiz. Qanaqa ma'lumot bo'lsa to'g'ri qabul qilasizlar. Sog' bo'linglar.